Video assistent referi Nikita Mustafin. Avarda esa Roziya Bonu Yusupova. Juda qiyin. Mana bu yerda xato ortidan xato va to'pni oldirib qo'yishmoqda. Mezbonlarda imkoniyat bo'ladi. Yaxshi uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'llanishi lozim. Yo'llandi. Sherzod Esonov bu vaziyatda dastlab yaxshi harakat qilgandi, endi esa qanotdan ichkariga uzatma, zarba, va sal qoldi. Yomon emas Buxoroda. Jo'rabekovning uzatmasi. Zarba Esonov tomonidan yo'llandi. Ko'p ehtimol markazda turgandim. Rodic uning ortida edi. Buxoroda imkoniyat chap qanotga to'p yetkazildi. Jarima maydonchasi ichida futbolchi zarba yo'llandi, darvozabon egallab oldi. Chap qanotdan ham otib beraveraman deb ichkariga to'pni tashlayaptim. Sal qiyin bu maydonda, chunki o'sha zarba va gol! Buxoro! Vladimir Rodic hisobni ochmoqda. Maqsadiga yetdi. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Mana Jo'rabekov. Kurash g'alaba qozondi. Begic adashmasam keyin. Mana bu yerda himoyachidan u qadar ishonchli bo'lmagan o'yin va Rodic tayyor turgandi. Voqealarning bunday rivojiga. Yigirma 27 Muhammad Yo'ldoshev, 78 Vladimir Rodic gol muallifi va hozir Buxoro yana hujumga o'tyapti. Buxoroda imkoniyat, zarba va gol. Wow, qanday chiqib keldi to'p! Qayerdan, qanday, qanaqasiga? Qoyil. Mana o'sha takroriy lavha. Xo'p, to'p mana bu yerda qaytarildi. Esonov to'g'riladi. Esonov zarba yo'lladi va to'sindan qaytyapti. Darvozabon ham ozgina yo'nalishni o'zgartirgan chog'i. Bilmadim. Bu takror lavhadan tushunish qiyin bo'ldi. Qiyin edi o'tishim. Xorazmda imkoniyat, chapdan yorib kirdi futbolchi. Uzatma markazga, juda palapartish zarba, gol! Barobar! Xorazm hisobni tenglashtirmoqda. Aqrorovni bizga ko'rsatishyapti. Nima bo'ldi o'zi ichkarida? Juda ham tushunarsiz holat, ochig'im. Mana Xorazmlik muxlislar. Azizjon Aqrorovmi? Gol muallifi, hozir ko'ramiz. Oldingi uzatma. Chiroyli o'tib ketdi ana bu yerda. Qanotdan futbolchi sherigiga ohista. Buxoro vakillari bir-birlariga ishonib qolishdi, oxiri esa to'p Aqrorovga nasib etdi. Aqrorovga uzatma esa Alex Lucio tomonidan amalga oshirilgandi. Mana u, qarang, chiroyli o'tib ketgan futbolchi. Kimdan o'tib ketdi? Veljko Filipovichdan. Bu safar u ramziy terma jamoaga kirmasa kerak. Keyin qarang. 3 futbolchi, hatto 4 futbolchi Aqrorovga qarshilik ko'rsata olishmadi. Qanotdan ichkariga uzatma Esonov, olisdan zarba bo'ladi. Bor zarba va yo'nalishni o'zgartirish ham mumkin edi. Endi bilmadim, ofsayd bo'larmidi yoki yo'qmidi. Ubaydullayev ulgurganida, lekin u ulgurmadi. Mana o'yin qahramonlaridan biri yirik planda ko'rsatildi. Hozir ham markazda xorazmliklar to'pni olib qo'yishdi va oldingi uzatma bu xavfli bo'lishi mumkin. Ofsayd bo'lmasa jarima maydonchasiga kiradi futbolchi. Bu adashmasam zarba yo'llandi va Lucio edi. Chiroyli olib qo'yishdi Xorazm vakillari. Ularda imkoniyat, ichkarida futbolchi o'zida ushlab turibdi, zarba. Yaxshi o'ylagandi. Otib beradi. Zambarakdan to'pni kuzatamiz. Bu yana xavfli bo'lishi mumkin. Mana o'sha zambarak to'p uloqtirildi. Roziyev. Mana imkoniyat Esonov. Darvozabon to'pni egallab olmoqda. Buxoro
mag'lubiyatsiz seriyani davom ettiradi. Xorazm ham safardan durang bilan qaytadi. Balki bu ikki jamoa uchun ham o'sha boya aytganimizdek yomon bo'lmagan natijadir. Yomon bo'lmagan natijadir. Lekin g'alaba qozonishi mumkin edi. Ana shu uchrashuvda har ikkisi ozgina yana faolroq bo'lishgandi.